Piyoshanasini tutishayman deyapti. Aziz, judayam hovli tomoshadan bittasi. Kamdan kam polvonlar o'ynaydi mana shu o'yinlarda. To'y tomoshabini mana bittasi Muslim polvonni tomoshabini marhamat. Ketdi. Yo'l boshida. Ashe masalasini yuzlaydi. Hello. Yaxshi yaxshi bo'lib beramiz. Show bo'lamiz endi. Quyoshlar mana ko'zga tushyapti. Shoshilmang, yuzlari bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Hadi. Barakalloh. Hey, qarsinglar buni. Yasha buni. Harakatni yo'q. Olsun Müslüm polvon. Harakatda polvon yashang. Xo'p. Ayzar endi ko'ringlar boshlig'ini endi tosh o'ynamaydi, endi odam ko'tarsin. Odamning og'irligi ko'rrada bilinadi. Polvon mana shu musiqiy holda qayerlik ko'proq holati yozsin. Yoki holatida o'zan og'ir 3 azamatlikka ko'tarib o'ynasin boshlig'ini. Ali marhamat. Ketdi. Yo'li boshida. Hasari yusariya. Oyog'ida bitta. Ko'kragida ikkita. Tog'ida uchta qarsinglar bilan. Hadi polvon. Hey, bitta qarsiga bo'lsa ekanmizga qarsing. Tushunmang. Barakalloh polvon yashang. Xo'p. Ayzar endi ko'ring tomoshabini polvonni sekin o'ylarni og'ishtirib boraman. Yigitlar to'rt qadam boshlab chiqinglar davraga. Hey. Ayzar to'rt toshni yigitlar olib chiqishyapti. To'rttasini og'irligi bo'ladi 128 kilo bo'ladi. Endi mana shu toshlarda polvon halol marjonni tishi bilan ko'taraman deyapti. Endi tish bilan ko'tarish ancha qiyin bo'ladi. Agar hozir ko'tarib qo'ysa, sizlar o'ylaysizlar, ichkari yengil tosh bo'lishi mumkin deb o'ylaysizlar. Shuning uchun davrada toshga qiziqqan yigitlardan bo'lsa, chaqiraylik, bir toshni og'irmi, yengil bir sinab yeylar. Bor bo'lsa qiziqqan, mana tosh ko'tarib ko'raman degan baquvvat yigitlarda. Bilaman. Bu Farg'onada juda ham baquvvat yigitlar juda ham ko'p. Faqat o'rtaga chiqqandan tola qiladi. Masxaravoz yigitlar, chaqiylar yigitlardan. Majid ikkita yigit, kelinglarchi mana shular, kelinglar, keling. Burqsi. Masxaravoz, chaqir. Yo'q yigitlarda. Mana shu kepkali aka, siz o'zingiz keling. Aka, o'zingiz keling. Mana, keling aka. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Endi guvohlikka chaqirdi aka, bitta tishingizni bitta ko'tarib ko'ring aka. Tishlab turib. Mayli, qo'li bilan bitta harakat. Qarang. Ha! Ana, endi qo'ldan ko'tarilgan narsa tishdan ko'tariladi. Harakat qiling aka. Nomi shayton. Qo'maydi mana amal. O'tirib qo'ying, bitta qarcha olib qo'yinglar. Yo'qmi bu tomonda yigitlar? Yigitlar ko'may, aka, keling. Siz keling. Qiziqyapsizlar, keling. Qarshi bo'lsa akamizga. Ana, endi biz tishlab ko'ring aka o'zingiz. Qulay joydan tishlab oling ashitdan. Tishlab olsangiz sovg'asi bor. Yana tosh qo'shib qo'yaman. Qani, bitta harakat ko'ring aka, tishlab ko'ring. Ha, qani. Ha, yaxshilab tishlang. Bo'lmadimi? Aka, aka, og'irmi? Qo'l bilan ko'taryapsiz? Tish bilan ko'tarsa bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Bitta qarshi olib qo'yinglar yigitga. Rahmat. Xo'p. Yo'qmi yigitlar boshqa? Mayli bizni polvonimizdan ko'ramiz. Endi ko'ring tomoshabini to'rqada toshni e'lon qilyapman. To'rttasi bo'ladi 128 kilo. Endi bu polvon to'rttasini ko'tarmaydi. Ya'ni tosh qo'shib qo'yildi, nima bo'lsa bo'ldi. Bugun bayram. Sana yaxshi qarshi bo'lsa, baravariga 5 tosh ko'tarib o'ynasin tomoshabini. Qani marhamat. Ya barakalloh ketdi.
e'tibor bering tomoshabinning. Ko'z oldida 5 qadam toshdi Muslim polvon halol marjonli tishim bilan ko'taraman deyapti. Shinosiy joy. Qo'l bilan ko'tarish oson, oyoq bilan ko'tarish osonroq bo'lishi mumkindir. Mana tishni ko'taraman deyapti. Qani marhamat. Ketdi. Ha. Qani. Bos endi. Havola sar endi, ha? Tur. Polvon. Hadi. Yaxshilab siqoling, yaxshilab mahkam qilib baylab oling. Og'ir, men iloh qo'ydim. Ha, polvon ancha og'ir. Ana, yaxshilab baylab oling ana. Tayyormi? 5 tosh. E'tibor bering, bolalar ushlab olamiz aka. Qani. Bosing bola. Bolaga joylasar edi, ha? Ketdi. Tur. 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 Ha, qimirlayapti, ha? Ha, olasar endi ketdi. Ketdi bos endi. Tort endi. Tort endi. Ha. Muslim polvon. Ha, iloh qo'ydim o'g'il. Nima bo'lyapti? Qarsi o'xshamayaptimi deyman, ha? Mayli, qarsini zo'ri ham bo'ladi hozir. Lekin Muslim polvon, endi bu 5 tosh yengillik qilyapti shekilliga, yana bitta toshdan chiqib qo'y. Hey! Mayli, sizlarga sovg'a bo'lsin. Kecha onajonlar bayrami edi, 8-mart. Hali bugun ham bayram Xudo xolasa. Endi 6 tosh bo'ldi, mana shu o'yinda endi onajonlar uchun bitta bag'ishlab bersangiz, qani ketdi endi. Chichi ko'tarsa hisobi, qani bostirganda. Hey! E'tibor bilan tomosha qiling. Juda ham hovli tomoshadan bittasi. 6 tosh deyapman. Aytmoq oson, bajarmoq murakkab. Yukni 1 kilosi ham yuk. Agar uyingizga bir qop un olib kelsangiz, qo'shningizni chaqirasiz, shunday qopda unni olib kirishib oling deysiz. Batda 6 tosh, salkam 3 qop unni og'irligi, to'g'rimi otaviy polvon? Qani ketdik endi. Hoşil masalasini bilan. Qani Chol bo'lib ketdi. Bos endi. Olasan endi. Tort endi. Ey barakalloh! Ey yasha bo'lib! Hey! Bitta qarsiya bo'lsin. Tuzuy bo'lib. Barakalloh, sog' yashang. Ayzlar endi polvonni o'ynataman, deb o'ylash juda ham ko'p. Navbatda endi dorvozlarga navbat beraman, akrobatlarga navbat beraman. Dorvozlar ham tayyor turibdi. Lekin bundan oldin mana Muslim polvonni o'ynatdim. Agar o'ynagan o'yinlar arzigan bo'lsa, qoyil olgan bo'lsangiz, niyat qilgan bo'lsangiz, ixlos qilgan bo'lsangiz, bola talabi shuncha mart shiddatiga bir 10 ming so'rayman qodir bo'lsangiz. U ham yo'g'i 5 ming so'mdan qadam bosgan martni, kelar shuncha haloyiqmiz. Bir qo'lingizni ominga ochinglar, amin. Birodar, amin payda gaplashib bo'lmaydi, tezkari qarab ketib bo'lmaydi. Amin, Allohning muhri birodar. Yaxshiyatda biz bilan birga, jamoat bilan birga bir qo'lingizni ominga ochinglar, amin. Havolam bor, nima duo qilaman. Havolida amin, amin omon bo'lsin, yangi zamon bo'lsin. Bola chaqalarimiz bozor qilsin, Xizr bilan nazar qilsin. O'g'il yo'q, Allohning qo'shqordi o'g'illarni bersin. Qizi yo'q, shirmoyiz yo'q, qizlarni bersin. Berganda ham otasi bilan, onasi bilan, aql hushi bilan, chiroy chimmati bilan bersin. Kim nimaki niyatda, nimaki orzu havosida yig'ilib buzilmasdan 4 oyga yaxshida qadam bosgan martni topkalariga hamisha Alloh barakasini bir nurini yog'dirsin. Amin. Allohu akbar.